Markazda Davud Mirsalimov. Tojikiston. Do'stlar, main card dastlabki jang Anis Yoqubov Tojikiston 11 rekordiga ega va mamlakatimiz vakili samarqandlik Amirjon G'ofurov 9-6 rekordiga ega. Boburjon, qarang, asosiy kardning dastlabki jangi Yoqubov bevosita tojikistonlik sportchi, tojikistonlik jangchi Aysada 4-0 rekordga ega. Ha, Qarang, qanday shiddat bilan boshlanyapti. Muxlislar eng yengil vazn jangchilari va albatta ular mana shunday faol boshlashi aniq. Oho! Main card chiroyli boshlanyapti. Birgina Eagle FC'da imkoniyatni boy bergan ekan Yoqubov. Birgina jang o'sha Eagle FC'da, qolgan barcha g'alabalar Open FC, Ace turnirida 4-0 menimcha ajoyib natija hisoblanadi. Bu jangni adashmasam oxirgi bo'lib o'tgan ESA turnirida ko'rgan edik. Yo'q, Manguda. ha, Manguda ko'rgan ekanmiz. Tajribali, o'zini bosib olgan jangchi. Tuzada zarba. Amirjon faol boshladi jangni. Ani endi birinchi shturm o'tdi va Anis harakatlari qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Chiroyli hozir o'z ustidan o'tirib tashlashga harakat qilib ko'rdi-yu, ammo raqib Yoqubov vaziyatdan unumli foydalandi. Bel nazoratga olishga harakat qilib ko'radi. Demak, hozirda biroz toliqqanligini ko'rib turibmiz. Ikki jangchini ham, chunki boshi juda ham faol boshlandi jangda va ani endi haqiqiy motivator taxallusga ega bo'lgan Amirjon ko'rsatadi deb umid qilamiz. Tushunib turibdi raqib juda kuchli ekanligini, tushunib turibdi barchasini. Shuning uchun ham menimcha erta shu start oldi, finish qilmoqchi bo'ldi. Jang avvalda hali raqib moslashmasdan, raqib ulgurmasdan nimagadir reaksiya amalga oshirishga, ammo hozircha o'tmadi. Bu yoqqa qanday jarayon davom etadi do'stlar, birgalikda kuzatamiz. Ana endi birinchi o'rinda hozirda chidamlilik chiqadi. Bu chunki haqiqatan bu jang osonlikcha bo'lmaydi. Ko'rib turibmizki, Yoqubov jangni passivlikka tortyapti, ya'ni jangni tempini tushiryapti. Bir maromga o'tkazib qo'ymoqchi. Xuddi shunday. Muxlislar jonlanishyapti. Uzoqroqda bo'lsa ham. Amirjonni endi tempini tushirmagungacha menimcha Yoqubov faol ishlamaydi. Chunki ko'rdi. Zarbalar ana shunida ham, kurash uslublarida ham xavfli. Rahimjon. Qani qo'lini qanday harakatlantirishga muvaffaq bo'lyapti Yoqubov. G'ofurov esa G'ofurov biroz toliqdi. Majbur. Himoyalanishga majbur bo'lyapti va 1,5 daqiqa qoldi. Raund tugashiga. Kam emas. Kam emas, bu yetarlicha daqiqa. Yuz ifodalaridan bilib turibmizki, birozgina kislorod yetishmayapti. G'ofurovga Va tinimsiz mana shu so'nggi yo'nayotgan tuzat zarbalari. Vaholanki o'zi mana shu parterga o'tkazishga harakat qilib ko'rgan edi. O'zi boshlagan edi usulni. Vaziyatni raqibga boy berib qo'ydi. Hozir bu vaziyatdan chiqib ketish kerak. 1 daqiqa hozir vaqt qolyapti. Jangni boshini faol boshlaganligi bilan baribir imkoniyat hozir qo'ldan ketyapti sekin. Bu raundni boy beryapti afsuski. O'ttiz soniya vaqt. Hozir turmagan taqdirda ham vaziyatni saqlab qolishi juda muhim ahamiyatga ega. E'tibor qarating. Tizzasi bilan oyoqni bosib turibdi. Bu albatta bu raundlar davomida ta'sir qiladi bu narsa.
Va birinchi o'rinda hozir bu narsa albatta raqib o'rnidan turib ketmasligi uchun oyoq harakatini chegaralash uchun qilinadi. Lekin baribir kislorod almashuvi, qon almashinuvini bu chegaralab qo'yadi bu narsa. Haqiqatdan ko'rib turibmiz, Yakubov qanchalik darajada tajribali sportchiligini misoli bu. Mahoratli, kuchli. Ha, nima qilayotganini his qilib turibdi. Va endi Amirjon hozir burchakda o'tirib sekundantlarni eshitgan holatda birozgina xayollarini yig'ib olish kerak bo'ladi hozir. Takror lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Juda faol boshladi. Juda ham faol boshladi. Chiroyli boshladi. Mana o'sha jangni parterga o'tkazishga bo'lgan urinish, ammo o'sha vaziyatda darhol qarshi hujum amalga oshirgan holda Anis Yakubov vaziyatni o'z tomoniga og'dirdi. Hozir Amirjonga ikkinchi nafasni ochish juda ham muhim. O'ziga kelib olish kerak. Qo'llari uyushdi, qon aylanishi sekinlashdi. Ana endi xarakter birinchi o'ringa chiqadi. Kirib bordi, chap qo'l yo'tal bilan zarba amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi, o'tmadi. Round kick zarbasi, tana qismiga berilgan zarba kuchsiz bo'lsa-da manzilga yetdi. Qolib ketish mumkin emas. Bo'ydorroq raqib. Qo'llarini qulochi uzun. Ammo ko'ryapti-da barchasini yo'qib. Barchasini ko'ryapti. Raqib masofada nazoratni o'z qo'liga ushlab turibdi. Middle kick. Va mana vaziyatdan foydalanish mumkinmi? Bir oyoq, faqatgina bir oyoq katta quvvat kerak bo'ladi hozir Anisni yiqitish uchun. Va bu quvvat bormi hozir G'afurovda? Ikkinchi oyoqni ushlashga harakat qilib ko'rdi. 2 marotaba bu ishni. Yaxshi himoyalanyapti hozir Anis. Anis Yakubov. Va har bitta vaznini G'afurovning ustiga tashlayotganligi bu albatta kuchni tortib olyapti. Juda ham katta kuch oladi hozir mana shu harakatlar. Qiyin vaziyat. Endi qiyin chuqur himoyada himoyalanish kerak. Hozir hakam to'xtatadi bu jangni. Shu so'nggi kuchini tegdan parterga o'tkazishga ishlatib qo'ydi. So'nggisini, so'nggi o'qni otdi, lekin bo'lmadi. Shunchaki jismoniy imkoniyatlar bu yerda chegaralanib qoldi. Bu tana xuddi shunday ko'pgina jangchilar tayyorgarlik ko'rishadi, lekin jangda mana bunday holat bo'ladi. Bu endi oldindan aytish qiyin bo'ladi. Bunaqa holat bo'ladi yoki yo'q, jangchilar oldindan aytib bera olmaydi. Bir qarashda hammasi joyidadek, lekin birdaniga odamdan kuch ketadi va mana shunday holatga kelib qolasiz. Xohlaysiz nimalardir qilishni, lekin o'xshamaydi. Back mount. Oyoqlarini yoyishga harakat qilyapti. Aylanishga urinib ko'rmoqda G'ofurov, ammo buning ahamiyati yo'q endi. Davod Mirsalimov diqqat bilan o'nlab zarbalarni o'tkazib yuboryapti. Hozir hakam to'xtatishi mumkin. Haqiqatan ham tanada juda ham katta hozir bosim tushdi. Bu albatta bilinib turibdi. Jangchining shuni yuz ifodasidan ham bilinib turibdi. Rang ham o'zgardi, e'tibor qilsangiz. Bu hammasi o'sha tanaga tushgan agressordan darak beradi. Qulf solmayapti, Yakubov solmayapti, kutyapti. Qulf chunki bilasizmi, hozir mana shu holatda qulf solish ham ortiqcha energiya oladi baribir. Oyoqlar qon aylanishini chegaralaydi qaysidir bir ma'noda. Chunki unga hozir mana shu holatni o'zi qulay bo'lib turibdi. Mana endi soldi qulfni, chunki raqib oldinga qarab boradi.
Motivator osonlikcha taslim bo'lmaydi. Osonlikcha taslim bo'lmaydi G'ofurov. Albatta shuncha xalq kuzatib turgan joyida u hech qachon osonlikcha taslim bo'lmaydi, oxirigacha urishadi. Ammo Yoqubov tajriba borasida ham shunchaki va kuchni ko'proq saqlab qolgan eng muhim jihatlardan biri. Hozir jang boshidanoq G'afurov bosim uyushtirdi, lekin birinchi shtormni o'tkazib yubordi va Yoqubov ani endi ko'rib turibmiz, ko'proq kuch saqlab qoldi bu o'zidan. Demak, bilim qolyapti va G'ofurov haqiqatan ham o'sha dastlabki raundda, dastlabki soniyalarga asosiy urg'uni bergan, finishni mana shu tez amalga oshirishga harakat qilgan, reja amalga oshmadi, bu yog'iga endi tavakkal. Balkim qanaqadir bir muammolar kuzatilgandir. Jangni raundlar cho'ziladigan bo'lsa, qiyin holatga tushib qolishini oldindan sezishgandir sekundantlar bilan birgalikda, jamoasi bilan birgalikda. Lekin hozir ham mana shu ikkinchi raundda ham 1,5 daqiqa endi ikkinchi daqiqasi o'tib borayotganda murakkab holatda edi G'ofurov. Qaytadan ham kuch topdi. Jangni saqlab qoldi hozircha. Beryapman yana. Ko'rib turibmiz, juda ham qiyin bo'lyapti jangchiga, lekin xalq uni kuzatib turibdi va u oxirigacha jang qiladi. Tana bo'ysunar ekan, yurak urib turar ekan, u jang qiladi oxirigacha. Ikkinchi raund yakuniga yetmoqda. Burchakda qanday holat bo'ladi? Hozir sekundantlar qanday fikr bildiradi? Kuchingizni ishlatmang deb aytib o'tildi. Har bitta qilinayotgan takedown yoki zarbalar harakati juda ham katta kuch sarflab amalga oshirilyapti Amirjon tarafidan. Mana shuni nazarda tutgan bo'lishi mumkin burchagidagilar. Uchinchi raund. Jeb zarbalari bilan masofani saqlab turibdi Anis. Gabarit jihatidan ustunlik u tarafida, bo'y jihatidan ustunlik u tarafida. Va unumli foydalanyapti mana shu jihatdan. Shundan foydalana olyapti. Chunki bo'y pastligi hisobiga Amirjon energiyani sarflab unga yaqinlashishga, tavakkal qilib yaqinlashishga to'g'ri kelyapti. Spinning back fist zarbasi o'tib ketdi, nimjoyga tegmadi. Voy, yaxshi o'ng qo'l zarbasini o'tkaza oldi Amirjon. O'tib ketyapti, tegmayapti zarbalar hozir mana vaziyatda. Aytganimizdek bo'y borasidagi ustunlik ham biroz aytilganidek qo'llar, oyoqlar sekinlashganligi hisobiga Anis zarbalarni ko'ryapti va shunchaki ozgina o'zini ortga tortyapti va zarbalar havoda qolyapti. Juda osonlik bilan hozir jangni parterga o'tkazdi, oktagon chetiga taqab oldi raqibni va zarbalar yana yo'llayapti. Dirsak zarbalari o'tyapti haqiqatan. Amirjon faol himoyalanish kerak, aks holda referi aralashishga tayyor turibdi.
Haqiqatan ori bor jangchi Amirjon. Xalqi oldida oxirigacha jang qilishga qaror qilyapti. Lekin qiyinda. Hozir mana bu noqulay vaziyatda bel nazorat raqibda zarbalar yo'llash imkoniyati bor. Biroz chap qo'lini bo'shatsa kifoya. Agar qo'l zarbalari bo'lmasa tizzada raqib soniga zarbalar yo'llashga erishmoqda Yoqubov. Yana oktagon chetidan o'ziga tortib olyapti. Tarafni o'zgartiryapti. Bir tarafdan endi bu tarafdan qulayroq o'ng qo'lda unga Himoyalanish kerak, hozir harakat qilish kerak. Ogohlantirdi, darhol harakat qildi. Referi ogohlantirish bilan harakatni boshladi. Raund yarmi ortda qoldi. Anis o'z ustunligidan foydalangan holatda hozir hech qanaqa unda risk yo'q, xavf yo'q va shunchaki vaqtni cho'zib turishi mumkin, lekin u jangni tugatishga baribir harakat qilyapti. Jismoniy tayyorgarlik tarafidan biroz haqiqatdan yaxshiroq tayyorgarlik ko'rgan ekan Yakubov. Yokida aytganimizdek, hamma narsa joyida bo'ladi. Bir qaraganingizda jangchida hamma narsa joyida, mashg'ulotlar vaqtida barcha narsani nazorat ostida ushlaysiz, lekin jangda nimadir bo'ladiki, tanamiz bu oldindan aytib bo'lmaydi va bu tana bo'ysunmay qoladi. Xuddi mana shu holatni hozir ko'rib turibmiz G'afurovda. U harakat qilyapti, lekin tana bo'ysunmayapti. Kimuraga olish ko'rdim hozir. Lekin bolami shunchaki yetishga harakat qilyapti. Juda noqulay vaziyat, juda ham. Aylanib olishga ham imkoni yo'q. Ushlab turibdi Yoqubov, imkon bermayapti. Faqatgina endi jang yakuniga yetishini kutadi. Boshqa chora yo'q. Yana bel nazorat qilgan holda zarbalar, finishga harakat kuchli bo'lmasa-da ko'p zarbalar yo'llayapti. Referi e'tibor berib qolishini kutgan holda Yoqubov yana mana shu nuqtaga zarba 20 soniya vaqt qoldi. Endi menimcha referi ham to'xtatmaydi. Har qanday vaziyatda agarda submission yoki nokaut bo'lmasa. G'afurov haqiqiy jangchi yuragi borligini unda isbotlay oldi. O'ta og'ir ahvolga qolishiga qaramasdan jangni oxirigacha yetib kela oldi. Harakat qildi. Hozir uyalish kerak emas G'afurov bunaqa chiqish bilan. Ofarin deyapti Anis Yoqubov ham. Rasmiy e'lon. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением судей одержал Panjigen Tajikistan Anis Yakubov. Anis Yakubov uni qo'li baland ko'taryapti. Haqli g'alaba, hech qanday e'tirozga Haqli g'alaba. Lekin aytib o'tganimizdek